Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, xudo xolasa Midnight mashinamizning proyekti bitti. Sizlar bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Albatta kommentariyada baho berib o'tasizlar bolalar. Kovutlarda albatta bize yangilik qilishdan to'xtamaymiz. Valla birinchidan kovutlarda zadnikda pоворотникni qo'yib berganmiz. Elektronik bo'ladi. Ham patfanikda ham gavoritda yanadi. Bu ikkinchidan jentalarda faqat elektronik zadnikni kovutdan elektronik qilib berganmiz. Bir konopti bilan yodidan elektronik beklarni bir konopti bazasi yana joyini gap turaveradi. Bu albatta parkovkaga qo'yib yuradigan 90 uchun eskazadigan narsa. Malibu'chi barni qo'yishdan maqsad valla 250 ga odamga komfort yaratish. Чтобы ikkisideni bizada установка bo'lganda ikkisideni ham arraqa yilishadi. 5 sm bilan 5 sm bilan. Чтобы elde tap Malibu'chilarning gengiyadi. Bu ikkinchidan. Ikkinchi fakt. Video illyustratorlarni e'tibor berasizlar. Lenovo video illyustrator и diamond monitorlarni qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. 2K sim kartaga ishlab beradi. Durishlar zo'r. Mers reflektorlar, sudatchiklar, xullas mashina tuning xizmatlari bo'yicha hamma narsasini qo'yganmiz. Xullas bu kovutimizni ko'rib, albatta kommentariyada baho bering. Masalan, fikrlaringiz bizlar uchun muhim. Kimga nechta svet kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarni telefon jaralasa, и обязательно kovutini sevadigan do'stlaringizga tashakkur qilasiz.